Assalomu alaykum. Sizlar bilan men bloger Muhammadjon Madiyev. Siz Zaharli TV kanaldasiz. Kanalda mehmonlar obuna bo'ling. Chunki kanalimizda shunga o'xshagan videolar tomosha qilasiz. Xo'p, Zabal video taqdim etgan. Bu videodagi betlarini yopishga majbur bo'ldim, chunki bularni sharmanda qilish niyatim yo'q. Ammo qilgan ishi yaxshi emasligi uchun video qilishga majburman. Aziz yurtdoshlar, ikki og'iz tarbiyaviy fikrlarni yozinglar. Sizlar qaysi fikrdasizlar, o'zlari o'qib chiqadi. Marhamat. Men ko'rmasam, bular ko'rmasa, indamasa, bittaga chiqmaysan, hammaga chiqasan. Atam doktorni kazmi kim edi rasul? Doktorimiz. Alimi bilan otasi. Mana adam atasi bir doktor o'tdi. Adrasdan boshqa doktorlar shu yerda. Alda ato'q alda. Bir kishinikimi? Mana keyin senikimi? Nekanchi to'tib. Hazil qildi. Nekachinchi? Chiyech. Ha. Yaxshi gapirgan ko'nmaydi, deymi? Senga deb chicha. Ay, arma. Men ko'rmasam, bular ko'rmasa, indamasa, bittaga chiqmaysan, hammaga chiqasan. Atam doktorni kazmi kim edi rasul? Doktorimiz. Alimi bilan otasi. Mana adam atasi bir doktor o'tdi. Adrasdan boshqa atasi bir doktor o'tdi. Adrasdan boshqa doktorlar shu yerda. Bulg'adan hamma joyi to'yda ham bizdan. Majburlarni nima qildi? Nima qilding? Nima qilding? Ayla Ichkasidan nima qilding? sug'urlan biring. Seni ayirayapman, ichkasidan nima qilding? Irma qo'chindan. Nima qilding? Nima qilding? Tegma bor, urmayman. Nima bo'yna aka? Ma bo'ynab turibman aka. Ko'rdingmi? Bo'ynab turibman-ku men. Ko'rdim deyapti. Bo'ldi, ko'r. Beraman bu. Ko'rdim deyapti. Bo'ldi. Ah, kim? Shavon bo'ldi. Ha, binasi. Singlisi. Hey, nima bo'lyapti? Tush. Xuyat qilyapsan. Insonlar siz keldi. Videoga olib bo'ldi, butun iskim bo'ldi. Qanday? Tonimaysanmi? Salishni chaqiray, bo'lma, momon chaqirma. Sal bezal qila. Chaqir bilan katta yigit. Ma. Ha, endi foydachi, tanib o'tiribsiz. Nega aka foyda? Tish mana yoqda. Mana qitish. Mana qitish. Mana qitish. Ey, sen jalon ayolmaysanmi? Mana. Mana asli. Bitin at, mana o'ralmay bitin ishla. Aytmang qani. Iltimos, meni qo'rqitdi-da, iltimos. Qo'rqitmayman. Iltimos, erim buni qo'rqitdi-da. Yerdan ayrilasan endi, sazlanma. Men qo'rqitdi, Urol aka, iltimos, men Mana ishlab oldi. Bilmani urma, urma. Urma. Ularda ota-onasi yo'qmikan yo bilib turib shu ishni qildimikan, ota-onasiga nafris qilib. Bu holat birinchi marta bo'lishmasda bularda. Chunki birinchi marta bo'lgandan sirazi bular ko'rishmaydi. Anchadan beri gaplashib, ko'rishib yurgan bular. Xalq qiynalib ketdi shunaqa zapallarni ko'raverib. Iltimos, to'xtataylik, ota-onalar. Farzandga sal e'tiborli bo'laylik farzandlarimizga. Umid qilamanki, xulosani olishdi va kelgusida bunday ish qilishmaydi. Bunday ish qilganlar esa albatta va albatta jazolanadi. Qonun oldida ham, fuqarolar oldida ham. Salomat bo'ling.